Bu eng oddiy LA, lekin hech kim bu qanday mob ekanligini aniq bilmaydi. Bu sizning narsalaringizni ko'chirishga yordam beradigan do'stona ruhdir yoki uchadigan tirik chiroq. U Minecraft dunyosida qayerdan paydo bo'lgan va uning tarixi nima? Moblarni qo'shganda ishlab chiqaruvchilar ular uchun puxta syujetni belgilaydilar va LA'larning hayoti Minecraft dunyosida eng fojiali voqealardan biridir. Qaroqchilarga ular nima uchun kerak? Nega ularni faqat qaroqchilar asrligida, avampostlarda va o'rmondagi arvohli uyning qamoqxonalarida topish mumkin? Savollar ko'p, ammo javob juda kichik va yoqimli jonzotda. Uning hikoyasini bilib, siz talonchilar haqidagi fikringizni tubdan o'zgartirasiz. Qulayroq o'tirib oling. Siz Shoxa Play kanaldasiz va kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying va biz Minecraft Sionini boshladik. LA o'ziga xos xulq-atvorga ega bo'lib, ilgari nota bloklari bilan o'zaro aloqada bo'lgan bitta mob ham yo'q edi. Shuning uchun keling mobning asosiy xususiyatlaridan boshlaylik. U 8 ta sog'lom yurakka ega. Bu deyarli bitta odamning yuragiga teng. Ajablanarlisi shundaki, bu uning qo'liga obyekt berilishi mumkin bo'lgan mutlaqo tinch jonzot. Ilgari faqat tulkilar o'yinchilardan narsalarni olishlari mumkin edi. Unda ham faqatgina yerga tashlash orqali va faqat ba'zi zirh tokchalari to'g'ridan-to'g'ri qo'ldan qo'lga olingan. Agar uning qo'lida olmos bo'lsa, u atrofdagi tarqalgan narsalarni to'playdi, keyin esa o'yinchiga beradi. Hammasi bo'lib 100 ta buyumni sig'dira oladi. Bu 64 ta olmos, 16 ta qor to'pi yoki bitta qilich. Bungacha moblarning hech biri Minecraftda tovushlar bilan o'zaro aloqada bo'lmagan. Faqat to'tiqushlar raqsga tushgan va tamom. LA esa ro'parasi 30 soniya davomida nota blokiga qo'shilib ketishi mumkin va o'yinchiga emas, o'sha yerga bergan narsangizni tashlaydi. Aslida shuning uchun rus lokalizatsiyasida u notacha nomini eslatma so'zidan oldi va bu nom eshitilsa-da, lekin asl LA yaxshiroq, chunki asl tildagi ismning o'zi uni Minecraft dunyosi tarixi bilan mustahkam bog'laydi va umuman olganda talonchilar bilan ham. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bu yuqori dunyoning ikkita uchuvchi mobidan biri, ikkinchisi faqat fantom va bu yerda qiziqarli tafsilot bor. U porlaydi, to'g'rirog'i uning tuzilishi juda yorqin va uning qo'lidagi obyekt ham shunday. Mash'ala kabi haqiqiy yorug'lik yo'q, chunki yaltiroq sakkizoyoqdan ham yorug'lik yo'q edi, ammo Optifine hamma narsani to'g'irlaydi, shuning uchun u porlashi mumkin. Lekin xayolga darhol g'orlardagi yo'lni yoritib turishi uchun uni o'zim bilan olib yurish g'oyasi keladi va bu to'g'ri fikr, chunki sodiq hamroh hech qachon zarar qilmaydi. Ammo biz uni Minecraftda qanday ishlatishimizdan qat'iy nazar, bu talonchilar uni ishlatishdan juda farq qiladi. Ko'p o'yinchilar uni Vex bilan solishtiradi va buning sabablari bor. LA va Vex bir-biriga hech qanday aloqasi yo'q va bu haqiqat, chunki ular birinchi qarashda ko'ringanidan ancha kuchliroqdir. Talonchilar ularni lager qafaslarida va zaxiradagi qamoqxonalarda saqlaydilar. Bunday qafaslarda siz temir golemni ham topishingiz mumkin. Ular ma'lum sabablarga ko'ra golemni qamaganlar. Lekin LA'larchi, ular mutlaqo zararsiz. Nega ularni talonchilar ushlab turishadi? Avampostlarning o'zi chodirlar bilan tezkor qo'riqlash lageri bo'lib, u yerda qo'riqchi almashtiriladi va qo'lga olingan LA'lar vaqtincha qafaslarda saqlanadi. Keyin ularni hammasini arvohli uyga yo'naltiradi va ular ustida tajribalar o'tkazishadi. Vexdan farqli o'laroq ular materialdir va devordan chiqib keta olmaydi. Qizig'i shundaki, Vex butunlay arvoh ekanligi ma'lum bo'ldi, ammo u ham, LA ham moddiy narsalarni ushlab turishi mumkin. Siz Vexni o'ldirganingizdan keyin juda ham kichkina foiz bilan uni qo'lda turgan temir qilichni ham tushirishingiz mumkin. Ularga qarab xulosa qilishimiz shuki, bu ikki qarama-qarshidir. Deyarli bir xil moblar va faqat bir nechta o'yinchilar haqiqatdan ham bir xil mob ekanligini tushunishadi. Va bundan ko'rinib turibdiki, aynan bechora LA'larda mana shu talonchilarning xo'jayini bu bechora LA'ni Vexga aylantirib qo'ygan. Talonchilar bu bechora LA'larni qayerdan olib kelib bu qafaslarga qamab qo'ygani, bu yog'i esa bizga qorong'u. Videorolik sizga yoqdi degan umiddaman. Va agar yana shunaqa videoroliklar ko'proq xohlasanglar, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Va siz Shoxa Play kanalida edingiz va keyingi videoroliklarimda ko'rishguncha xayr do'stlar.